Bugungi kunda Samarqand davlat universiteti 200 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Shu qatorida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar fakulteti Xitoy, Rossiya, Belorussiya, Hindiston, Malayziya kabi mamlakatlarning nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirmoqda. Aynan mana shu bugungi kunda Malayziyaning Terengganu universiteti bilan yozgi maktab tashkil qilingan. Yozgi maktabdan asosiy ko'zlangan maqsad talaba almashinuvi, o'qituvchi almashinuvi, hamkorlikda akademik va ilmiy yutuqlarga erishish asosiy maqsad qilib olingan. Hozir bizning fakultetimizda o'sha Malayziyaning Terengganu universitetidan bir qancha talabalar va o'qituvchilar kelib, aynan amaliyotni shu yerda o'tyapti. Bizning talabalarimiz bilan birgalikda ikki mamlakatning talabalari hamkorlikda o'zlarining amaliy ishlanmalarini amalga oshirmoqda. Bugungi kunda universitetlarning reytinglari albatta xalqaro tajribalar bilan belgilanyapti. Shu sababli bizning fakultetimiz ham yozgi, qishki amaliyotlarni navbat-navbat bilan xorijiy oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirmoqda va albatta biz ham o'z qatorida demak xorijiy mamlakatlarning talabalarini ham qabul qilmoqdamiz. Samarqand davlat universiteti bugungi kunda kuchli ilmiy salohiyatga ega, xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirgan o'qituvchilar, talabalar kontingentiga ega va bugungi kunda biz ham bemalol demak xorijiy mamlakatlarning talabalarini qabul qilib, yozgi amaliyotlar, qisqa akademik almashinuvlarni amalga oshirib kelmoqdamiz.